Ko'rayotganinglar Şinjan Sehrli Gül Soda Çeklik Şirketi xas nomidagi Laparning sehri programmasi. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Örümçi Tianxia rayoni G'albiyat yo'liga joylashgan Koplet qahvaxonasida naq maydonda ezib tanishilgan qahva, g'arib tamoqlar, har xil ichimliklar bo'lib qolmasdan o'zgacha romantik muhit va naq maydon naqshi muzikalar sizga huzur va lazzat bag'ishlaydi. Koplet qahvaxonasi har qancha joylarda shogird va tarmoq do'kon ochquchi, hamkorlashuvchi chaqiradi. Laparchining lapri keldi. Saçılıp oltasam yargıla, xiyalımga sen geldin dostugula. Saçılıp oltasam yargıla, xiyalımga sen geldin dostugula. Derdin bolsa it yarimi yargıla örgülayım, mundaş kılıyım geldim dostugula. Derdin bolsa it yarimi yargıla örgülayım, mundaş kılıyım geldim dostugula. içide yargıla, toptu çoğunu iyi bağ dostugula. Şundak. Ostan toprak içide yargıla, toptu çoğunu iyi bağ dostugula. Alay desem demeydi o yargıla örgüleyip, boylu yetken kızı bağ dostugula. Alay desem demeydi o yargıla örgüleyip, boylu yetken kızı bağ dostugula. Yargıla, 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 boylu yetken kızı bağ dostugula. Pelekte on hemek dostugula. Kovan derdim bir pelek yargıla. Bir pelekte on hemek dostugula. Çiçeğim ya kendi kaptı yargıla örgüley. İşiniz açık hemek dostugula. Neydi kaldı? Çiçeğim ya kendi kaptı yargıla örgüley. İşiniz açık hemek dostugula. Sen dostugula. Şundakma. Aşkanın bazarıydın yargıla örgüley. Tallıvağa gülüm sen dostugula. Yargıla, 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 yargıla. Tallıvağa gülüm sen yargıla. Tallap söygen yarım sen dostugula.
Salamet kızaca tijlik ma tijdula salametçilik obdan belent ula. Tijlik ukam özlerim tijaman kellimo. Tijlik. Qashqarga keplam iman bo'lib bizim shunda xush bo'ldik. Rahmat. Özlerim betijaman kellimo Qashqarga. Shunda yaxshi, go'zal, chiroyli turiblar. Rahmat. Tijlik mi? Tijdula. Islimi tijdula. Tijdula. Bek obdan turuplar. Bek chiroyli, bek Hoş güzel. oldum. Ben hoş oldum. Rahmat. Gör. Rahmat. 18 yaşlı kızlardek şunchalik chiroyli turiblar acha. Rahmat. Bizni mush endi mana Leperning sehriy programmasini boshlab oldik bu yil. Mana Ahadbaq Qodir ustoz, men ustoz bo'lib Leper sinfini meni yetaklayotdi. Mana men endi moslashib programmamizni texmi rangdor chiqaraylik. Onundan keyin shu Qashqardagi sildek ustozlar bilan bir didorlashib, yuz ko'rishib, sildan bir avval so'rag'ach, o'zlarini bir ko'rgach, o'z ko'zim bilan shu bir Qashqarga bir deb keldik. Rahmat. Ta'limimiz bor ekan, men qimmat vaqtlarini chiqarib kellar. Men maqasangni ko'rib shunda xush bo'ldim. Rahmat. Endi bu Leper senati degan shunda bir tez bir senatgan. Shunga endi mushnanga sizlar mush Ahadni ustoz tutib, sizlarni aqlli kelasiz. Rahmat. Ammo shu hozir bo'sh qoldi Leperning o'rni. Bo'sh qolmasin deb endi men yoshlarning hozir yoshlar endi asos jihatdan bu Leperning tez tushunmaydi. To'g'ri endi hozir. Shu mush o'rinni sizlar mush to'liqlab mushunda kelib kellar. Men xush bo'ldim. Rahmat. Nayt yaxshi bo'libdi. Sizlarni misolimizni yetaklab Leper sayesinde. Nayt yaxshi qiliblar o'zlariga. Köpten rahmat. Şu anda bu sınırımız ilgilerimde tanışmamızla okumadım. Ama şu sanat mektebinin ki aktörlük kesbini bittiğen ki ama şu bir işkişil jariyanıda şu Leper sanatını bir ro'yobga chiqarsam deb izlanib kecha kunduz material to'plab korxonchilar bilan ko'rishib bunga ketarli iqtisodni to'plab hamma ishni tayyor qilib Ahadga mana bir ish deganda ondan qoldim endi tayyor qilib bo'libdi bu ishni bo'pti japa tartibsiz qo'llayman sizni deb ular ishga kirishib qoldik. Yaxshi bo'ldi. Bugun hamda singlimiz dedi hamda Qashqarga kelib sizlar bilan ko'rishganimdan baxushal. Salomat qizni hamda balkim me'morlar bilmasligi mumkin. Salomat qiz shu Qashqar viloyatlik Naqshi usul teatr o'migida ishlaydi. Buni onasimi shu yerda ishlaydi, Nurgul xonim. Shudami? Nurgul Abdukarim naqshchi opa. To'g'ri dedim, shudami? To'g'ri. Shu yerda ishlagan ovozi bilan ayta chiroyli, jarangli bir naqshi o'qiydigan bir artist. Bugun endi Salomat qizni ko'rib xush bo'ldim men. Nima desa? Rahmat. Shunda bizningki Janubiy Shinjongda hozir Qashqar viloyatida bu Leperdan iborat shunday bir san'at shaklini hozirgacha davomlashtirib kelayotgan san'atkorning birisi hamdi bu. Salomat qizcha. Viloyatlik san'at o'makda asosan shu Leper san'atini o'rlab kelyotdi. Shunday bir bizga ta'sir ko'rsatgan ayni vaqtda shunday bir artistlar bor ekan deb shularni ko'rib sendeki bularning yaratgan obrazi ajoyib jonliq bu. Bek chaqqan ayga. Seni bir faqat jim turmaydi, bek yaxshi o'ynaydi. Bugun endi mana bu programma munosabati bilan ham bu yerga yig'ilib paranglashib qoldik. Bir ta'lim baslar bizda. Voy, hayratçima. Ularni sanaq qildirdi bir bunda. Lekin men shu rahmat ashta deganlarga men san'at oilasi tug'ilib cho'ng'olgan, mening onammi artist, dadammi artist. Unday bo'lgankin men san'at oilasi tug'ilib cho'ng'olgachqa mening shu qondi bor degan gap shumi bek to'g'ri gapkin dedim. Kichkimdan tartib shu idoradalik artistninki usul o'ynagan, naqsh o'qigan, ashta yerlar cho'ng'olgankin aş kichkimdan tartib artistning arisiga onam shunday chirkitdan artistning arisiga deb o'zimni o'tdek bir qizg'inchilik bor. Ash maktabga borsammi yo'lda naqsh o'qib mangdim. Hem aşında o'zimning qizg'inligimga shu bizning idoradan 76-yili
şu ertesi qabul qildigan bo'lib, endi o'chog'ina ching bir vaqtlarken ertesini bek tanlab oldigan. Şunun bilan bizim 40 o'quvchilarni ashta ilib, şu Ürümçide sabaqdaşlarımız asas Qashqadaryoda az qopdiq. Shundan san'at sepiga qadam qo'ydim. O'zim shunda xush bo'ldim. Onam shu kesib ishlagan ekan. Men boshda daram o'ynadim. 10 yil bosh rol o'ynabdim. G'arib sanam Rabiya Saidin nurg'un daram o'ynab, shu leperga bir o'rin kemkin. O kichik vaqtimizmi Maryam Yusuf. Maryam Yusuf ömekda shu yolg'iz leper o'ynayotgan shu chaqdan tatib yetaklab meni. Onundan keyin xat topgam. Leper o'ynayotgan Maryam adam bilan ishlaylan. Endin Qaysarkam Ürümchiga yutkilib ketdi. Qaysarkam shunda shu sizni bir tarbiyalasak bo'ldi, siz jonliqdingiz deb. Shuning bilan 92-yili shu leperga shu naqsh usul darama deb arildi. Shu leperga endi men bilan ikkimizni Qaysarkam xattapkanmış, işkanmış, o'rinni bir to'ldiringlar deb shuning bilan chiqdik. Men 10 yil eslimi usul kesibdi o'qigan. Usul kesibni bitiriblam daramga, shu bosh rolga, shu Rabiya Saidin nurg'un daramda bosh rol o'ynabdim. Shuning bilan endi o'ning chiqqan ekan men bek qizlandim. Chunki 10 yil usul o'ynamagan ekan, bu leperga na chaqqanlik. Usul bo'lmasa, bu putimiz chaqqan bo'lmasa, buningda bek qizlanganmiz. Men bek qizlangandim. Men shu ham ertasining hammasi uxlab uyga chirkesa, aş usul deydi, shu eliqi oqiga o'tib turib, meşq qildim. Chunki usulchilar bilan tang lengon qilamagan ekan, 10 yil biz daram o'ynagan ekan, o usul yo'qdi-da, o chaqda meşqmi yo'qdi. Shuning bilan shunda qilib, usulchilar bilan bir zalga chirtdim, usul deydi olgan ekan, o bolalar bilan tang usulda meşq qilamagan ekan, oqiga o'tib meşq qildim. Şembiyik-şembimi aşında uxlamay meşq qilib, qandaq qilsaqmış leperni bir yaxshi o'ynab chiqamiz deb məmtimin usulchi olgan ekan, o məmtimin ancha qizlanmagan. Men ham qizlangandim boshda. Aşında qilib tirishib eng oxiri endi yaxshi natijalarni qozonib, endi leperni qo'rqmay o'ynaydigan bo'ldim degan vaqtida pensiyaga chiqib qoldim. Şunun üçün bu leper oynamak intayin təskin. Bunun da çaqqallık, usul, onundan keyin hissiyat, endin şu yumor, Humoristik. Bunda humoristik, bunda bulmasak nemeken, bek təskin bu leper, təs kesip bu. Bu kesipni qilmen dep lam, qilib ağlamaydam, tislimim şu kesipni. Artistin çık nesin, talap kılırgan bir kesipler bu. Şunu hem de şu pensiyaga chiqdim, lekin o'zim beklam afsuslandim. Chunki men endi teha leperdiz qo'rqmay jarang'ida o'ynagandek bo'lgan vaqtda. Endi tushunib buni. Endi tushunib, leperdiga asli mundakin, munda o'ynasam bo'ldikin degan bilan pensiyaga chiqib qoldim. Shuning bilan endi shu oxirini yaxshi ahad sizlar singlim shunda tirishchanlik bilan shunda tushirib sizlarman ben xush oldum. Ishqilanib ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Gaplarni anglab, o'tirib tarixini eslab o'tib, ikkimiz bir leper o'ylab qoldik, Ishqilam o'ynagan leper. Biz shu bankining bir taklif qilib Meshribga bu chaqda to'rtimiz bir o'ynadik. Ashxotandik Adolatxon deb başlamak umid. Adolatxon, sizlar, men, Mertimin. To'rtimiz bir o'ynadik. İkimiz bir leper oynadık, qaysi program? Onundan keyin endi shu yan bir Meshribga. Umi Meshribmi? Meshribda. Onundan keyin sizlarni Ürümchik kep bo'ldi dedi. Menmi mening mayandan keling deb berib, ishkaylan yuz ko'rishib baqmadiq. Ash leperda ishkaylanning mandaylik meshqigidek vaqtimiz chiqmadi shu. Senede bir qitim zoti qilamidik. Shuning bilan o'yliqi ash dabazatga cho'ng bir Neymi? Oyun qo'yish zalida albatta. Adil. O'shundan bir ilqi davaz
Mağdıgan bir nemisi de ha. Babazağın kekeyini de. Şunda bir yerde. Şu adağın işkeyle uçuşamadık. O gün ilik bir gün peyliyan kıldığan günüm işkimiz görüşep bulamadık. O ilik men keyin kep kaldım. Sizler bilen uçuşamay. Başka artistler repetis kılıp bizge o sahneye çıkılgan fırsat bulmadı. Fırsat bulmadı işkimizge. Usulunu meşgul verdi. Bizge fırsat bulmadı. Sürekli alımız devedi, yürek pok pok. O gün men İşkimiz ya, gece çıkılamadık. Uçuş bakmadı. Ya uçuş bakmadık işkeyle. Tekstil kallığı şumaydı. Yeni leperdi olma. Durumuz yeni bir leperke. Ahire etsi. Seni çıktık ha. Seni kılam çıktık. İşkeyle iki taraftan çıktık. İki taraftan çıkıp şununla ilaka Sovetni götürüp çıktım ben gep kılıp. Vay bu adam ne deydi o, ne ketkendi o dedim. Vay beşik gep bağ. dedi. Beşik gep bağ ama onu Beşik gep bağdı. Men ilaka işkimiz bana uçuruş bakmagan diken. Keche çukulumdum kanda kılamız. Ya bu leperini kanda kılamız dep. Kılıp gep vardı şu gepni kılıp. Sovetni götürüp, vay bu adam ne deydi o, ne ketkendi o dep. Ko'nglimda deyimde, kanda kılamız ne, bu nereden çıkıdığan, nereden tapamız. Ay manı men dedi. Şunanla vay dedik, başlap kettik işkimiz aşağıda. Leperini, o meş kınmıgan bilen acayip yaxşı çıktı o leper. Yeni ete bulmasa. Azırak yardım oldu bağıma. Yok, ketdi yadımız yok. Benim yadım. Aş bağı çökendim. Abi şu bu leperini şu yerde bir Oynadı. bugün bardak şu keş tapşırıp aldık ersi. Oynadık. Oynadık hem de sahnede. Tapşırıp algandaki biz bir sahnede zotay kıvalayla. Tekstillik kalı kaçılalayla dep. Kirsek usulçular meşgul kıldık yani. Aşı numurtasında koyucu usulçular meşgul kılıp durvaq okuyup biz gün nöbet tekmedi. Evet sürekli kaldık yani. Bayam selamet kız degende şu ufuk kamda hem de o. Bu degen bu Abdunun rayın tusa. Bu biz o Cenab-ı Şinjan'dan kelip çoğun bir kıtım bir sahneni mayından çıkımız, mayından kirkitimiz degende biz otaya kıvılış gerek edi. Dep şu yürek pok pok okuyamadık. Çoğun aşına bir fırsat çıkar dep bazı. Nerede onun fırsat? O buradan da sahne degende pak kız kılıp hiç kanda artist sahneye çıkış kılmaydı. Başlayımız dep bu saat harap. O rejisörler o bizge harap mı koymadı? Rejisördeki çoğun gepke. Şunun bilen başlayımız ki. İki taraf çıkar. Salamet Han'a da bir enin jumalak. Jumulak Ma o meydan. Jumulak boğan diken. Birbirimizi göremeyiz hem de. Dileyle birbirimizi göremeyiz. Göremedik. Kapmada çıkarımı değilecek mi? O jumalak boğan diken o aynı bir yerde hemen bir yerde. Qarasak bir yeri körümüz edemli köygül olmaymış. Yaxşı, onun üstüge 5-7 gepi varken leperimizden. Eğer 5-7 gepi olmay qalğan bolsa, işkeyle bizimizni tapamaydık. Naqşı bilen başlap ketkenmiz. Çünkü jumulaq boğan diken. Ahad ayandan çıqqan diken, o yandan çıqqan diken. İşkeyle tepiş boğucu muzikini yerim ötep ketdi. Şununla yaxşı gepi varken şu men gepimni qildim, anqich minut oldu, şu tepiş toq, şununla şunda bir yaxşı çıqqanda. Qayda qılamız dep tursam, ele kadar gep bilen çıktım. Bu adam da. Ola. Ha, oy. Mana ben. Çalmattı. Duvan da müzikini başladı. Okuduk ya. Çünkü hem de pişqal leperdi. Pişqal leperdi. Şu meni iteklep ketdi. Eğer pişqal leperdi olmagan bolsa, men ayada özüm bir xil nem qilib qoldim. Ciddiyleşip. Şunda bir işqetim emkarlışıp, şunda bir yaxşı bir təsirat. Biz biraz ömrümüzde iki xil leper oynaptık ha. İkimiz yalğız bir, ana ata teylen bir. Bizler hamdı sanat hayatımızda gerçeğimde ajutta, majutta bolsak mı ama biz kesipti boğaçka. Bizler bir programmalarda yoki televiziya stansiyalarındaki her xil keçiliklerde uçuşup qalmız hem de. Einstein'dan teklif kıldı barımız degende. Şunda geldi uçuşup biz hılıqı tuyuqsuz uçraşqan bilen her günü birli bir yerde aşı tamakni birli yep turmuştu birli ötkendek şunda kızgın bir görüşüp qalmızda. Uruq tuqqandek lan. Uruq tuqqandek lan. Neme desanlar o muş kesipte birbirimizni uçaklar dedik. Rahatsız televizörlerime çıkıp doğanlıkı köylep durup oy falan bak keşke dedik falan kız. Mağda ikramdı birimiz hem de birbirimizle. Daha o andıkın biz küreşkendim neçe yıllar küreşmeyi
kurashganimizda qarindoshlarda o'tib qoladi, shunda ko'rishimiz kam. Ham bu ham dedim, bu kichikdan boshlab mana shu san'at tug'ilib, shu yerda artistlarninki faoliyatlarini ko'rib, cho'ng'og'achqa buning badanga, qonga singib ketganlik bu san'at mücadelesi. Ne olgandı ki bu sahneye çıktı, o kılıç temtiraş yok. Bayam takım beni yetekledi dedi. Ben muşunun karab, muşunun yeteklici de. Hatta oynadık ama işkimiz. Şundan yakışım baslaştık. Bu paranlığa veren takım bu yakla kim? Paranlaşıp keçironlar. Lepernin karanlığı gidip Artistçiye gelse başından hepimiz tügümeydi. Bu yak olsam da şu Şincan Seyirlik Gül şirketindeki baş lideri ismi Örgül. Aylık sizle böyle leper oynayan Mert'imin ayağı ismi okşaş ki. Örgül. Bu yakla şu Örgül'ün şirketinde işleydiğen hemkarlaşmışlar. Hem de şu Gülistan sanlığımız şu leperden ibaret şu sanat şeklini, türünü bir rap çıkarsam da şu bir 2 yıl jarayonida izlenip işte qıptı dedim mesela şu vaqtlarda bu ikisi alaqılışı muşunun iqtisadi jihatda mablag' silib leper sanatimizni ro'yobga chiqarish uchun mablag' chiqargan leperning sehriy programmamizni qo'llovchi mana bosh lider. Şu anda bu sanatımızda özümün aytib meri issiq. Şunda ama külüp turduğan da bir omak bodek. Şu anda şu münasebette sizge rahmet etmesin. Rahmet. Bu anda özü karxın çeken. Karxını bilen işte bu savdo satık bilan shug'ullanayotgan bir adam shap bilakla o'rlib leper sanatiga mablag' sig'ilgan bu. Öz kichik unisi 90-yil tug'ilgan. Yeshimi kichik. Yeshimi kichik. Mushu yoshki qizlarning gapini mushu bir leper degan menda. Men hamda mushu bir programmada mana shunday o'tiribdimiz. Mushu adamlarning bayonqi gapini angladinglar, adam suyunib shu mushu artistlardan suyunib qolaman. Mana bugun hamda bu yerda uchrashibdik. Ondan turuplar, bak yaxshi turuplar. Rahmet. Davamlı şunday güzel, chiroyli qizlar. Shu mendan seginib Nurgul xonimga Salam. Bek rahmet. Salamlarını aş öğüt berip lam yetkizime. Çoxum. Rahmet. De qasırnıma anam bek yaxşı gördüm. Şahsen men bek hoş oldum. Bayam hamda sizlar shu tarixni so'zlab nurg'un ustozlarninki ismini atab o'tlar. Shundoq har qaysi yurtlarda ayni vaqtda shundoq jamiyatga tomoshabinlarga ta'sir ko'rsatgan bir bo'lib shundoq ustoz san'atkorlar bor. Uning ba'zisi hozir hayot bor, yashab yurganligi bir qoldi. Ba'zisi hamda bizning vaqtsiz ayrıldı. Vaqtsiz ayrıldı. Masalan men hamda leperni hozirgacha o'rlab kelyapman. Nima desam, menga shunday bir ta'sir ko'rsatgan bir san'atkor bor. U bo'lsa Sulaymon Rozi. Sulaymon Rozi. Ustoz sahnada leper o'ynasa, men ash qitib qolatdim ash. Kirkitib ichiga o'rtab. Hayron qolatdim. Andan keyin ma'lum yillardan keyin men o viloyatlik Naqshusul o'miga o'tkilib bordim. Süleyman Kam ba, Sodiya Hanım ba, bu işkeylen leper oynadı onu görüp, şunun bilen bu leperge kekimi kirişip, keyin Sodiya Hanım bilen leper oynadı. Şunda kılıp, keyin demnişki çıktık degende, hem de bizim şu Sodiya Hanım bu, şu leper sanatını çokum bir terakki kıldı olsam. Bu leper sanatı devamlış mansetti. Dep oldingi bir 4 yil mı ilgari Abdunum rayonida shu maxsus leper san'ati to'g'risida bir kurs ochdik. Har qaysi yurtlardan shuning qiziqadigan, shuni biroz yaxshi ko'rib, o'zi bir qippa qaychi deydigan shunday bir san'at o'makda ishlagan yoshlar qatnashdi. Nurg'un o'maklardan adam avatdi unga. Shunday qilib
Aşı ustazlarımı hazırgacha şu lapar sanatını taraqqiy qildirish yo'lida izlanyapti. Şoňa hamda bu programmanyňki asasy maksatym o. Yani şu lapardan ibaret bir sanat şeklini, şu sanat türünü davamlaştırış. Bizden şu programımızda, şu söhbetimizde köygüçü Nakmeydandaki dostlar anlap bu sanat bu usullu oynaş bulmayken bunu. Çokum nakşılı olmuş bulmayken. Önündeki çokum bunun komedilik, humoristik bulmuş bulmayken. Önündeki bunu çakkan bulmuş bulmayken. Müzik sezimi en yukarı halatta bulmuş bulmayken. Müzik sezim yukarı olmasa. Katli bulmaydı o. Bulmaydı cima bu leperge. Tütüre dep aşı nesillerini özüge bir-birlep mücessemleyen yaşlarımız ertügünün içinde birer juttum leperçi çıkıp kaldı, hecep emez. Şu anda moşu bir tesir köküştüp kalam o. Moşu yaşlarımızga. Moşu leper sanatından ibaret, moşu bir sanat şekli. Bir üzülmeyi bir devam etsiyken degen bir maksatta moşu programını tesis kılıp kolluğucularımızın meblag sağıcılarımızdan ki yardım eder. Bak bugün ben Qashqarda sizlarla parangoş o'tirdim. Men bek hoş. Oy bek hoş oldum. Bugün bolap mislini mana uruq tuqqandek bo'lib qoldi ekanmiz. Sil degandik boshqa jutdig'imiz bilan va kesbimiz bir bo'lgan ekan. Uruq tuqqandek bo'ldi ekanmiz. Shunda hoş oldum zaten. Salamet kız aça, bayatın diyenge okşaş emdi. Bizim bu sanatımız hem sanat meyli, nakşı bolsun, usul bolsun, leper bolsun, hemmisiniki texmo yuqur palliga chiqishi, taraqqiy qilish uchun, davomlashtirishimiz uchun eng muhimi yanala iqtisod bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Shu. Iqtisod eng muhim ekan. Bayatın degandek, mana o'rgil singlim garchi o'zi yesh kichik bo'lsin-u, mush leperdan iborat sanatimizni tushunib, yaxshi ko'rib, mablag' silib programmaning ro'yobga chiqishiga alohida his qo'shdi. Shuning hamda Müşahede en oldu bilemiş sonumga çin kalbimden rahmet eylemen. Rahmet. Bugün bana sonummu biz bilemiş programda hem dastıkan bop oturup durmuş sonumdan bir jirek sözlerini bir anlap baksa. Salam ustazlar, salam vakaletçiler, salam ekran aldıdaki körümeler. Şincan Sihirli Soç Çeklik Şirketininki kurgucusu Rögül Hamizler'e otluq salamlar olsun. Men get başlaştım buran en avalmış iki ustaznınki tınnan tıxım salamet buluşunu, ailesinden tıxım bəxtlik buluşunu, uzun ömür görüşünü ümit qılmen. Çünkü men sizlerinki şu sahnedeki altın görüp çoğun olğan şahsımız salamet acemdey zağırtıldı. Ben Qashqarning puskamdan. Şu vilayetninki sanat ömekninki numurlar bağan çağda toxtamay körüptük. Guancanlı'da şu kiçigimizden başlayıp oyunumuzu görüp, ahadkamda televizorlu görüp, hazırlıkadaki müş programda böyle oturup müş programda çıkınım intayın da hoş oldum. Rahmet. Rahmet. Endi şu leper diye ufkumda ben bu burundan tatip şu kiçigimizden oynap mimandachılıqda bo'lgan ekan bu bir sınıp ketgan avvallar. Endi mush bag'ansir hozirmush internet to'g'ri bag'ansir taraqqiy qilayotgan vaqtda endi zamonning ehtiyojiga qoldi. Bu ishlar azroq ko'milib qoldi. Shunga mush Guliston achamni paranglish jarayonida mush leparning sehrini mush ro'yobga chiqqanini anglab shu 5 minut ko'rishdik, 10 minut ishlab bitirdik. Shu orqali mush programmani xalqqa sundik. Endi bu programının keyinde nurg'unlagan japalar var. Endi nurg'un programını televizor oldida ko'rgan bilan, lekin buni ro'yob chiqish haqiqatan bek tez. Shunga mushu japaingizga bir nimani bildirib olsam, japa chekdinglar. Rahmet. Bugün singlimizin mana o'zining shirkatidagi vakolatchilarini, hamkorlashuvchilarini bugün mushu ustozlar bilan bir didorlashib hem dastıkan bolsa deb teklif ekepti. Biz şunda hoş bulduk bu sonlar bilan görüşüp. Bu sonlar sizlarninki şu sanat hayatınlarga körüp sizlarning numurlaringlarni çoğ bolgan, sizlarga hurmati bor ekan. Bu sonlarımızdan bir yürek sözlerini anlap bakaylı. Sizlar yetakchi ustozlar, men oldi bilan shu sizlarni kichkina televizorlarni ko'rib cho'ng bo'lgan bugungi tek shunaqa bir so'rinda o'tirib sizlar bilan shu yuz turani ko'rish furtiga
iyi bo'lganimdan intayin xursand bo'ldim. Shu Leperning sehri nomli qishlik chekitniga bir tajribaki. Leperning sehri nomli shu program ishlash jarayonida mayli yezi qishloqlar bag'aya bo'lsin, mayli joylar bo'lsin, nurg'un jafolar chekdinglar, biz bularni bilib turibmiz endi. Yana kelib, shunday bir yaxshi fursatda shu yerda sizlar bilan uchrashganimdan intayin xush bo'ldim, chunki men shu sellik ko'lchilikda Liderinin başçılıqda yaxşı tirişib məlumatmagan bolsa, mənim bunday fursatım bo'lmaydi, deyə fursatım bo'lmaydi. Şunlaşqan bu münasibətdə müştərilərim üçün könlüm rəhmətimi bildirmə. Səndən də çəkdimlər. Rəhmət. Bundan keyin yana təxmin tirişib qurbanı yaxşı yetəkləb. Şu yana aldığımızdakı şu qışdan yeni yıldan səyyada nurg'un vakolatlarına aprilmiş şirkətinin haqsız səyyad mükafatlar erişkin vakolatlarına şuna səyyad aldık. Yana müşxtim aldığımızdakı şu 11 aydaki səyahətə özümün qrupsidən yaxşı məlumatlar vakolatlarını yana təxmin köpləb rəğbətlendirib başlarını bir 20-30 vakalat özümün qrupsidirlər. Çıqıb şirkətə təxmin etmişik. Esem hoş oturuşumu. İşləriniz utuq diləyiniz, xeyrinizə barakallah. Salam, maşu bir soruğa yığılğan yetekçi ustazlar, Dilsta Aca və Xətkəm, Salamet Aca, onun başqa ikra aldı kən görülmələr, şirkətdəki barlıq vəkalətçilər həmələrin vaxtına xeyirlik olsun. Mən Şinjan Seyirlik bu Sol Çəkli şirkətindən şirkət xadimiyəm, baş vəkalətçisi bayışımdan həmələrin otuq salamlar olsun. Salamet olun. Əmdə həmmimiz bilimiz erişqan, terişinin cəbası. Gerçi sən cəbalıq bolsun teriş cəryanlıqı, lakin axırdakı sürdığa alavətimiz, rahatımız. Şunçilik bək çoxancılıq terişsək, şunçilik rahatlık yaşayımızdak oylayımız. Doğru. Hem de dəsləbdə, izcilomuzaq olmayıdkən, dəsləbdə kiga vaxtlarını və şirkət yığmal satma bu deyəlim. Əməyimizə qiyinliğa vaxt bolduğa dəsləb bir işit başlağanda. Aşında qiyinliğa vaxtımız liderimiz Hörgül xanımның hayatını bir qata anlap çıqqan ki, egilik tikləş cəryanındakı misafirləri ana cəba çəkildi. Vay bu məndən arallam 2 yaş çoğ tutsa bu lider. Bu mında tirişib egilik tikləyə və kiçikinin mal setiş cəryanındakı bu şəraitini cəbalıq deyib ben nemiş vaz keçküdəyim şu vaxt bir uyğuniş bolğan. Niki bir qıb ketəy deyib şirkət kirgilməni 2 yıldan azraqlam işib durmuş. 2 yıl cəryanında mənim erişkən nəticələrim həqiqətən az emas. 5 yıl cəryanındakı bir xil məhsulotni 20 xil məhsulot yetiş cəryanındakı cəbasını bəlkə biz azraqlam bir qismini his qısaq həmin cəbanın liderimiz Örgül xanım tatib bu 20 xil məhsulotdan keyinki qandlarının qançalik bir aqqızğanlığını, qançalik bir tikəlik yolağı desəb məğalına özünə ayan. Gerçi şundaq bolsa hazırqı bəl qoyub etmək, nurg'un xalq amısının bizning Şinjanlar emas, ichkirdik qarindosh millatlarning va yaxshi kema championlar, bunda ishlatib turmanda olib shunday yaxshi bas erishganimizda hamda o'zimizdan haqiqatan bir ishonchli mahsulotni bozorga sag'inimizga, shunday bir xalq to'ntamizga haqiqatan faxrlanib o'tdik. Endi gapni yig'incha qilsak, liderimiz Hörgül xonimning g'ayratiga haqiqatan men qo'l qo'yman. Garchi yesh kichik bo'lsa-mu, o'zining cho'ng apashlarga, o'zining apasının çoğun apaşlarga aşına bir yetekçi olab özününki çıkış yolunu tepip nurg'unlagan iqtisadi kemshil bo'lgan ailelerge ama özünüzden ecirler ama iqtisad erişimde qılvat qalışdan hemimiz shunchalik memnun emas. Gerçi iş kichik bo'lsa hurmatligimizning cho'ng shuna mush fursatda sizlarga bir ustozlarni olib liderimiz Hörgül xonim cho'ng rahmat bunun kengchi şirketimizden taraqqiy qilib mahsulotlarimizdan tuxum bozor tepishini mush Şinjanlar emas, butun Jungoga Seyirlik Gül degan markani bir to'ntib, tuxumga taraqqiy qilib biz bir guruh bo'lib ketishimizni chin ko'nglimdan tilayman. Dilsta Aca bilan Xətkəm salamat,ədəmnamtından salamat bo'lsin. Bunun keyingi san'at hayotini tuxumga ro'naqdek Rahmat. Liderinin şirketlikler acayip yapırken ha. Dağını. Şükür kep, kabiliyet şükür ekim bursun. Lekin acayip bir iş var bir yerde. Size okumayla hanım. Bir basketbolçunun, terbiyecinin korkunç çok kakılı. Yaxşı görmüş Allah'ım terbiyeci de konturdu. Tenteli diyecek ki. Şu. Basketbol. Mayır eken çok. Ben çırçken. Endi bu şirket
degan uqum manga nisbatan bir nollam uqumdi. Hamda shu Dasho'ga borgandan keyin ham hammamizning nazar doirasi ichilgan. To'liq o'tirlardikidek u men cho'qim anda olma, manda olma deydigan u arzu armon qolib qolgan. Borgandan keyin eng muhim odam bo'lishni o'rgatganmiz. Hamda yurtdan olib, ashak bir o'qib kelib o'g'choga Allohdan nurg'ulgan jarohatlarni tatib qilgandan keyin hamda shu bir jarayonda ashak borgandan keyin masalan dagun qildigan, masalan o'z oldiga ayrim bir ish qilib, masalan ishlanchilik qildigan bunda o'quvchilarni ko'rib to'xtabdi, men nima ishqa tanam pulsini hajlaydim. Men bir azroq bir pul tufib baqsam bo'lmamdi deb tunji qitim qilganimda ziyon tatdim. Ziyon tatib bo'lgandan keyin yana o shu o'zimizning o'qishini o'qib, oxirida shu o'qish bitagili 1,5 yil qolgan vaqtda bir istik qo'zg'aldi. Endi boshqalar qilgan men nima ish qilolmayman deb, o joyda o savdo huquq shirkat huquq hech qanday huquq bo'lmagandan keyin bosh chekkalam kirib endi nurg'ulg'an jarohatlar bo'ldi. Endi o shirkat qurslanmag'idigan ish yo'q. Cho'qim shuni keyin mangdirdiganga ishonch, jasorat, g'ayrat bo'lmayotgan. Eng muhim mablag' bo'lmayotgan. Endi o shirkatni endi uydagilarni qo'llagandek bo'ldi-yu, lekin o'qish bitamay turib men bunday ish qilmay sarqandaq ota-onaniki ansiraydigan bir ish bo'lgan. Sen tayyor o'qib kelgandan keyin xizmat chiqsang bo'lmamdi, nima ish qildan deb azroq yekilganlar bo'ldi. Tuqqanlar shu shirkat ochgandan keyinmi sal qochqanlar bo'ldi. Endi bu qanday bo'ladi? Oxirida shu endi atrofimdagilar shu men ajam yonimda turib ukam qilib boqqinqina deb shu qilganlimi bo'ldik, lekin endi kirib shu yeching yuqumliq mezgilda endi azroq bir ziyonlar bo'ldi. Endi hammadan hikoyasi bo'ldi, lekin endi hozirgidek shundaq yekemek oson emas. Yig'ib aytganda bir yakunni qildim, ya'ni savdo qilishdan muhim odam bo'lishgan. Rasmiy jing odam bo'lganda ananiki savdo yo'liga kirgil bo'lgan. Endi shu jarayondami qiyinchiliklar bo'ldi, yandoq, yana putilganlar bo'ldi. Oxirida hozirgidek mana 3 shirkat 4 bo'lib, men Urumchiga tarmoq shirkatga chiqib qoldik. Osonga to'xtamdi. Ish yaxshi bo'lgandan keyin ananikin uydagilarmi, ha, men bilan mashina qila oladi ekan deb bir ishonchni uydagilarga turg'izib hozirgidek keynimga 4 ming ortiq odamni yetaklab qilgan bo'ldim. Shu programma yuzidan ikki uydagilarga endi men shu keynimdan qo'llab bergan, shu har qanday bir ayolning keynidan bir er bo'lmasa, bu ishni qilib bo'lmaydi. Shu Dasho'da men bilan birga yurib, shu o'zining xizmatini tashlab Amış keynimden bana angalmış özümden cüptüm yolduşuma bir rahmetimi bildirip alsam. Ananikin şu iki öydikilerninki qolluş astıda şu hizmetlerimi yaxşı bulawatıdı. Şu iki öydik çoğlarninki salametlikini tıxam yaxşı buluşunu ümit qilman, jafo çekdilar. Ayollar ish qilolmaydi. Ayollar degan uyninki, uyning ishini qilsa bo'ldi degan bir vaqtlarda hukumga qaralgan. Hozir ayollar o'tiribdi, ha. Nima ish qilolmaydi? Hozir dedi, boshqalar qilgan ishni men nima ish qilolmaydim deb bir istik. To'g'ri. Istak bilan chiqib mana hozir 5 yildan buyon 20 dan ortiq mahsulotlarni ishlab chiqarib, bunun ichida yaxshi bir mahsulotlarni xalq tunishtirib, yurtdagilar shuni atrofdagi qarindoshlarga sog'lomlik jihatda nurg'un sharoitlarni yaratib, mana mahsulotlarni ishlab chiqarib. Shular qilgan ayollardan faxrlanish tegishli. Bu shu yaqinqi yillardan buyon hamda bu bakmi az bir personni egallaydi. Bu ayolga umumlikqa vakillik qilolmaydi. Nurg'un ayollar hamda shu bir savdo yo'liga kirish orqali to'g'ri bilan to'g'ri savdosiga kirish orqali oilalarini tashlab qo'yib, bolalar chaqalari bilan bir hamsuhbat bo'lolmay, turmushlarda vayron bo'lgan ayollar bo'lishi. Bu az sondagilar. Bularga umumlikqa vakillik qilolmaydi. Odam bo'lishni o'rganish kerak ekan deb qoldi. To'g'ri, to'g'ri. Bak ta'sir qildi bu ishga. Odam bo'lishni o'rganish kerak-da. Anandan keyin bu keyingi yo'limiz yaxshi bo'ladi. Mana bu shunday bir yaxshi niyatli odamlarning ishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi.
Şirketiniz ronak tapsın. Rahmet. Ada 5 yıl emas, bir 500 yıl. Rahmet. Uzun ömür Bak olsun. avlat bu. Şunda ku chet ellar barkan go. Avlat, 500 yıllık olgan şirketler. Cazu şirketler var. Bizning shu davlatimizning siyosati yaxshi hozir. Markaz universitetga shu yakka qirqinchilarni qo'llaymiz deb nurg'un yaxshi siyosatlarni beryapti. Shu siyosatlarning turkisi aslida to'xtamay izlanib bo'lsak, nima ishqa biz chet elliklar 100 yil, 200 yil qurgan shirkatni 5 yil, 10 yilda vayron qilib o'tamiz. Cho'qim bizmi qila olmaymiz shu. Bayon qilsizning gapingiz boshqalar qilgan nima ishqa qila olmayman. To'g'ri. 5 yil emas, 50 yil, 500 yil davomlashtirishimiz kerak. Avlat shu bir shirkat. Sehrli gul degan bir marka. Po'latdek. Cho'qim 200 yil tikilinishi kerak. Men bu shuni umid qilaman. Voy, umidini ziyoda qo'ymaymiz ustoz. Hammamiz shunday bo'lishini umid qilamiz. Hozirgidek natijalar bo'lmaydi. To'g'ri. Eng to'g'risi shu. Birinchisi yo'ldoshi. O'zining umrlik jufti. Qo'llamasa yo'ldishini, ayolini yo'ldishi. Qo'llamasa bir oilami mustahkam bo'lmaydi. Oila mustahkam bo'lmasa, iyilikmi mustahkam bo'lmaydi. Shunga mishada mush o'rgil singlimni qo'llagan, terak bo'lib turayotgan mush ablikim enimga men chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat enim sizga. Rahmat, salomat bo'ling. Shundaqla cho'nglarningmi mushundaq bir qobil, munavvar qizni cho'ng qilganligiga, yetishtirganligiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shundaqla 2 oylik cho'nglarning tiniga salomat, ömürge uzun ömürlerini tilaymiz. Toğrak yaşıdı yaşanlar. Мәңгі yaşanıp ketinglar. Mübarek bolsun. Endi men qonchaqdek o'tgan chiroyli singillarimizni yurak so'zini anglaymiz. Salam ustozlar. Men Şinjan Siliko şirketidagi Poskamdagi bosh shirkat boshqaruvchisi Padbul bo'lman. Mushu ahamiyatli so'rinda sizlar bilan suhbat bo'lganim intayin baxtli his qilaman. Mush singlim quvvatlab, kaynimda puttirak bo'lib, men har qanday ishdan yo'ldishim bak qo'llaydi. Yana biriga men baksal qo'rqinchoq. Bir ishni qilolmasam, mush men bach bir qilib baqqina. Mush bak qo'g'daydi meni. Shuning mush 3 yildan beri bir-birimizni qo'g'lab, bir-birimizni qo'g'dab, mush 3 yil bo'ldi. Birisi deydi lider jihatda meni pek ügütüdü. Ügüniş bo'lsin, qattiq qo'lliq bilan tarbiyalab mishaga keldi. Yana bir jihatdan men ojiz turib meni qo'g'daydi. Hamma uylangan jihatda ish kichik, lekin boshqacha hurmatim bor. Aqliga qo'l qo'yman. O'zidan cho'nglidan tortib kichikligicha hammadan foyda manfaatga amroq, lekin biz ayollarningki nimaga amroqligimizni biladi. Altında gollaydı bu. Şunda bizni quvvatlab, şunda mukofotlarimizni izda birdi. Hamma shu fursatni tinning salomat umrning uzun bo'lishini, menga mening sog'lom bo'lishini umid qilaman. Salam, şu Şinjan Serlik Usulçilik şirketimizningki tajdorligidagi Laparning sehri programmasiga yiroq yaqindan qadam tashrif qilgan yetakchi ustozlar, hammanglarningki hozirgi vaqtinglar intayin xayrli bo'lsin. Sevimli lider sizningmi hozirgi vaqtingiz intayin xayrli bo'lsin. Men shu Serlik shirkatiga kirgan 2 yildan buyangi natijalarimni oldingi son programmada bir qator so'zlab o'tdim. Men liderga qoyil bo'lib, vakolatchi bo'lib kirgan. Yana shundaqlar shu Ahad Baqikamni shuning bilan 3-cü qitim ko'rishim. Buning oldida ko'rgan vaqtlarimda men endi nimalar bo'lsin, bu bir dangdar shaxs bo'lg'ashqa, men bir odatdagi oila ayoli bo'lg'ashqa, qishig'i berib bir salomlashishga jur'at qilolmaydim. Endi Guliston ajon bilan Salomat ajonlarni bugun tunji ko'rishim menimcha mushundoq bir sizlardek dangliq shaxslar, yetakchi ustozlar bilan ko'rish fursatiga muyassar qilgan sevimli liderim Hörgül Hanım'a chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Vay. Qaram. Hikoyalarni anglab ben 2000 watt tozadek eshilib o'tirsa bu. Vallahi yelib. Mushta ichilib o'tirishga mana chiroyli go'zal xonim qizlar sababchi. O'zidan boshqa yana shunday hamkorlashuvchilarimi
terek bo'lib tug'ashqa shirkat kunni taraqqiy qilyapti. Sizlarga rahmat. İşleringlar texmi ro'naq deb ketsin. Texmi guldan go'zal bo'lib ketinglar. Arzu armonlaringlar ro'yobga chiqsin. Tilgan oliy tilaklaringiz hammamizga yor bo'lsin. Men mana O'rgul singlim bilan tunji qitim bu yil Xinjiang San'at Gulzori madaniyat taqdish cheklik shirkatini qurib o'zim tunji qitim o'sha Laparning sehriy programmasini ishlabdiman. Ham tunji bo'lib bu singlim bilan hamkorlashibdiman programmada. Mening ümidim sizlarning shu sehrli gul oilanglarning bir a'zosi bo'lib, bu sizlar bilan buningdan keyin yillarga davomlashib, hamkorlashib, men sizlarning tashviqotinglarni yaxshi qilib, sizlarning shu shirkatninki bir taraqqiyotga bir kishilik hassamni qo'shsamkan degan orzuyim bor. Sizlar bilan mangu qo'l tutishib o'tkim bor. Siz uylarni elib, ishlim bor ekan. Mana ishlim bor sizlarda. Vakolatchilarga uy o'tganda kim xonimga 100 tonlik uy verib angilib shundaqmi? Aldan qisanda bir ya bizim yok yoki manbaroq mol to'liqlaydigan ish yo'q, lekin yarim yillik natijani bir yig'inchoqlab, shu natijaning birinchi o'g'li bor. Lider shunda tatliq gap qilyapsa, biz terishmay kim terishadi deymi? Shu. Buni shu bu yoqqa gapmi? Cho'qim adam bo'lish. To'g'ri. Hammadan muhim shu. Sizdek mesela bir oliy ma'lumotli bir liderning korxonasini shu uzun müddet devamlılığını ümit kılınan bu bana. Çok hoşuna buldum. İşimiz. Sehrli Gül şirketi Laparning sehriga mablag' soldi. Hoşta bir iki sehr bahdi abi. Sehrli Gül şirketi Laparning sehriga mablag' soldi. Siz degandek bu g'animat. Yaxshi. Ish oldu, men baxush oldum. Men mana bilan ko'rishdim. Rahmat acha. Buningdan keyin hamda shu Laparjatda sizlar ustoz. Voy, yordam qilma. Qo'lim ko'ksimda. Jiroqda bo'lsam telefondan so'rayman. Qanday vaqt so'rasizlar? Qo'lim ko'ksimda. Har vaqtda mush Qashqarga kelib qolsam sizni izlab, ta'lim tarbiyalarini olib turman. Qo'lim ko'ksimda. Chunki guldek tirishchanliklarga afirin sana. Rahmat acha, rahmat. Aileleri baxtli bo'lsin, işte güzel bo'lsinlar, tanlar salomat bo'lsin. Bugun qimmatli vaqtlarini chiqarib mush program qadam tashrif qilib berganlarga yana bir qatim chin qalbimdan rahmat aytaman. Yana ko'rishguncha omon bo'lsinlar. Ko'rayotganinglar Xinjiang sehrli gul savdo cheklik shirkati xos nomidagi Laparning sehriy programmasi. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqcha saqlab qolingiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Örümçi Tianxia rayoni G'albiyat yo'liga joylashgan Koplet qahvaxonasida naq maydonda ezib tanishilgan qahva, g'aribcha tamoqlar, har xil ichimliklar bo'lib qolmasdan o'zgacha romantik muhit va naq maydon naqshi muzikalar sizga huzur va lazzat bag'ishlaydi. Koplet qahvaxonasi har qancha joylarda shogird va tarmoq do'kon ochuvchi, hamkorlashuvchi chaqiradi.